Bugün çislağı 2022 yıl 6. ayının 14. günü vatandaş. Endiki leksiyemiz, leksiyanın devamında. Talaş tartış içinde duruvatkan Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Valisi Michel Bachelet qayta vazife ötəşkə saylanmaydıqallığını ilan qıldı. Mavzulu xəbər 6. ayının 14. günü Amerika ovazının Xitay til proqramımızda ilan qılındı. Xəbər bundaq başlandı. Washington Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Valisi Michel Bachelet 6. ayının 13. günü o muşu növbetlik vazife müddət toşqanda onun talaş tartış ve üzü doğrusu münazir elip gelgen bu vazifeye qayta saylanmaydıqallığını bildirdi. Michel Bachelet Birleşken Devletler Teşkilatı Daimi Komitetinin yazlık yığınını eçiş murasimida yuqorqidek ilan qildi. Burun o bu toğrida sözlümigen idi. Amerika Birleşme Agentliği mundaq ko'rsatdi. Michel Bachelet işxanasının bayanatçısı Ravana Shamdasani Bachelet'nin kararının rast ekanligini tasdiq qildi. O mundaq dedi. Bachelet rastdan shundaq dedi. O 8. ayının 31. günü vazife ötəş muddəti axırlaşqandan keyin qayta saylanish izlenmeydiqallığını eğizga aldı ve shundaq niyetga keldi. Baştabı New York şəhəriga joylashgan Kuzatgich Xalqaro Kishilik Huquq Tashkiloti Bachelet ve onun qayta saylanmaydigan qarorni e'lon qilgandan keyin darhol obzor e'lon qildi. Kuzatgich Xalqaro Kishilik Huquq Tashkiloti mundaq ko'rsatdi. O bugün nutq so'zlaganda Şinjan meselesiga Mustamlik Uyg'uriston meselesi ko'ngil bo'ladiganligini tilga ilib o'tdi. Lekin yeterlik tanqid qilmadi. O yana Beijing bilan davomli suhbat ilib bordiganlarni bozorga soldi. Birleşken Devletler Teşkilatı katibi Guterres 2018 yılı Bacheletni kişilik hukuk valiligiga tayinlagan. Belki Bacheletning xizmatini izchil qo'llab kelgan. Hatta o Şinjan meselesinde, Uyg'uristonda kişilik hukuk meselesinde, kişilik hukuk meselesinde nayt zor talaş tartış qo'zg'agan chog'dimi yanala Birleşken Devletler Teşkilatı'nın katibi Guterres Michel Bacheletni qo'llab kelgan. Bachelet vazife o'tagan mezgilda qo'zg'algan zor talaş tartış uning ko'p vaqt ajratib zihin sarf qilib Jungo'ga ziyoratga berishni ishga oshirganligi edi. Vazifege o'ltirib uzun o'tmayli Bachelet Beijing doiralarining aldığı Şinjan'da mustamlik Uyg'uristonda tekshirish elib berish talabini o'ttirib qo'ydi. Mening talabim hozircha bek oddiy bo'lib tursin vatandosh. Mesela Michel Bachelet'ning Uyg'uristonda mustamlik Uyg'uriston nima tekshirishlarni elib bora oladiganligi, borolmaydiganligi sizga hamma dunyoga ayon. Lekin meselenin negizine de asasına da bu kişi Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Komitetinin valisi. Bu kişinin ayığı, bu kişinin kadimi Uyg'uristonga koyuldu degan gap vatandaş. Etrafınız bir qarab etib, mushundaq ishlayani qayerda bo'lgan bir aslib etib, undan keyin Michel Bacheletning kadimi, Kişilik Hukuk Valisining kadimi, Kişilik hukuk valisinin ayığı mustamlika Uyg'uristonga besildi. Meyli tekshirish uchun, meyli ziyorat uchun qisqasi Bachelet xonimning qadimi mustamlika Uyg'uristonga qo'yildi deb biz tuvan chekda mundaq bir muomala qilib boqaylik vatandoshlar. Talabini qo'ygan edi. Lekin rad qilishga uchragan. Masalan, Şinjan'a boraman degan chog'larda Jungo'nun rad qilishiga uchragan. Bu yıl 70 yaş kirgan Michel Bachelet bu yolda harmay talmay ishlagan edi. Ko'rdingizmi? Şinjan'a berish, Şinjan'ni ziyorat qilish, Şinjan'da tekshirish elib berish. Uyg'uristonga berish,
Uyg'uristonni ziyorat qilish, mustamlika Uyg'uristonda tekshirish olib berishni harmay, talmay ishga oshirdi dedi. Oxiri Beijingning qo'shilishiga erishgan. Davomliq ishni qilaverganligi uchun Beijing ma'qul degan. Michel Barcheletning Uyg'uristonni tekshirishiga ma'qul degan. Ziyorat qilishiga. İki taraf maslahatlashib Michel Barcheletning 5-oyda Jungoni, jumladan Xinjiangni ziyorat qilishiga kelishgan. Xalqaro tashkilotlar va 37 nafar Xinjiangda kishilik huquq mutaxassislari, mustamlika Uyg'uristonning kishilik huquq mutaxassislari Xinjiang to'g'risida tayyorlangan dokladni, mustamlika Uyg'uriston to'g'risida tayyorlangan dokladni e'lon qilishni yana talab qildi. Biz tunugularda so'zliq. Barchelet mundaq dedi. Xinjiang kishilik huquq to'g'risida dokladni yangilayotimiz. Xinjiangda kishilik huquq to'g'risida dokladni, mustamlika Uyg'uristonda kishilik huquq to'g'risida dokladni yangilayotimiz. Yangilash tamomlangandan keyin aloqador davlatlarga ko'rsatib, uning fikrini olgandan keyin mustamlika Uyg'uriston, ya'ni Xinjiang to'g'risida tayyorlangan dokladni e'lon qilamiz. Biz tushungan degani yo'q. Aloqador davlatlarga Jungoga ko'rsatmaslik degan gap besqib qoldi. O'z o'rniga tushib qoldi degan edi. Bugun yana Barchelet debdiki nima deydi? Biz dokladni to'liqlayotimiz, yangidan ishlayotimiz. Biz buni aloqador davlatlar ko'rsatamiz. Ularning fikrini olgandan keyin ondan biz bu dokladni e'lon qilamiz deb hozir o'sha xabarda xalqaro jamiyatga javob berdi.